Bugun sizlar bilan Elchini qizi serialidan Nare obrazini takrorlaymiz. Makiyajimizdan birinchi bo'lib qoshdan boshlaymiz. Narening qoshlari bitta bo'lib turadi. Shunga yaxshilab gel tebravey suramiz. Keyin toza shotka bilan ortiqcha gelni olib tashlaymiz. Art Visage 2-nomerdagi qalam bilan tabiiy qosh chizamiz. Serialda Narening makiyaji juda ham tabiiy bo'lgan, shunga poralarni yopish uchun ba'zi bir makiyaj ishlatib, yengil BB krem ishlatamiz. Bo'ynimizni ham esimizdan chiqazmaymiz. Elchini qizi serialini men Sevgi iztirobi serialdan keyin ko'rishni boshlaganman, chunki Neslihan Atagul aktrisani juda ham yoqtirganman. Lekin to'g'risini aytsam, menga Elchini qizi ssenariysi uncha yoqmagan, ammo Gedizi Narega bo'lgan sevgisi shunchalik chiroyli bo'lgani uchun serialni ko'rishni davom ettirganman. Narening makiyajida aynan Rumyanaga katta e'tibor berilgan, shunga yanog'imizga, ko'zimizga va qoshimizning ustiga surib, sponjik bilan rastoshovka qilamiz. Ko'z makiyajini Naredagi juda kam qilamiz. Och jigarrangni ko'zimizning skladkasiga va bejevый rangi qovog'imizga ishlatamiz. Qora qalamni faqatgina ko'zimizning ichiga ishlatamiz. Ko'zimizning makiyajini tush bilan tamomlaymiz. Ko'zni yoqib, labimizni bo'yashni boshlaymiz. Tabiiy kontur chizamiz, qo'limiz bilan ozgina rastoshovka qilamiz. Olcha rang pomada ishlatamiz, men o'rniga rumyana ishlatdim. Naredagi ukladka qilamiz va natijani ko'ramiz. Qizlar makiyajim Narega o'xshadimi yo'qmi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldiringlar.